Futbol dunyosi qiziq. Ayrim jamoalarni hakamlarning yoqimtoyi deyishadi. Balki buning o'z sababi bordir. Lekin ba'zi jamoalar qisqa vaqt ichida yorqin va halol o'yini bilan ishqibozlarning suyuklisiga aylanadi. Muxlislar orttiradi. Bugun biz hikoya qilmoqchi bo'lgan voqea 2002-yilda sodir bo'lgan va uning o'z qahramoni bor. Assalomu alaykum. Janubiy Koreya va Yaponiyadagi jahon chempionati ilk marta Yevropa va Amerikadan tashqarida hamda Osiyoda birinchi marta o'tkazilgan mundial bo'ldi. Ikkala tarafdan 10 tadan mezbon shahar, 32 ta jamoa, jami 64 ta o'yin, oxirida final. 2002-yilgi jahon chempionatini birdan eslayman desa, bu Ronaldoning ajoyib soch turmagi, chorak finalda David Seamandan qovun, ochilish o'yinida Senegal sensatsiyasi, Italiya va Ispaniyaning hakamlardan jabr ko'rgani, Fransiya, Portugaliya va Argentinaning guruhdan chiqa olmagani, Janubiy Koreyaning g'alati o'yinlari va albatta 3-o'rinni egallagan Turkiya terma jamoasi. Bugungi suhbatimiz ham o'zi shu jamoa, Turkiya milliy termasi haqida bo'ladi. Turklar ungacha mundialda oxirgi marta 1954-yilda o'ynagandi. Keyin terma jamoa katta musobaqalarda uzoq vaqt ko'rinmay ketadi. Shaxsan mening eslashimcha 70-80-yillardagi futbol ko'rsatuvlarida biron bir saralash musobaqasi jadvali berilsa, Turkiya oxirgi o'rinda bo'lardi. O'sha davrlarda bu jamoa jiddiy raqib deb ko'rilmagan. Yillar o'tdi, turk futbolida ham islohotlar bo'ldi va biz bu milliy terma jamoani yirik musobaqada 1996-yilgi Yevroda ko'rdik. To'g'ri, Turkiya ilk marta qatnashgan Yevrosida hech narsa bilan esda qolmagandi. Guruhda 3 ta o'yinda 3 ta mag'lubiyat, bitta ham gol urilmagan, 5 ta to'p o'tkazib yuborilgan. Turklarning Yevro 96 da ko'rsatgan natijasi shu bo'lgandi. Fransiya 98 ni o'tkazib yuborgan Turkiya terma jamoasi 2000-yilda Belgiya va Niderlandiyada o'tgan Yevroga bordi va endi yaxshigina shovqin qildi. Guruhda turklar bitta g'alaba, bitta durang, bitta mag'lubiyat bilan Italiyadan keyin ikkinchi bo'lib play-offga chiqadi. Shunda maydon egalari Belgiya ustidan g'alaba qozoniladi. Ikkala golni Hakan Shukur uradi. Hujumchi o'sha o'yindayoq hammaning nazariga tushadi. Chorak finalda Turkiya jamoasi Portugaliyaga ro'para keladi. Yevro 2000 da Portugallarning yurishi haqidagi ko'rsatuvimizda bu uchrashuvga batafsil to'xtalgandik. Alpayning maydondan haydalishi, Nuno Gomeshdan 2 ta gol, Luis Figuning assistlari. O'shanda ajoyib shakllangan Turkiya terma jamoasiga shunchaki katta turnirlar tajribasi yetishmagan degan xulosaga kelingandi. Yevro 2000 dagi Turkiyani biz shunday eslab qolgandik. Navbatdagi yirik musobaqa 2002-yilgi mundial saralashdan Turkiya muvaffaqiyatli o'tdi. Yevropaning 4-kvalifikatsiya guruhida turklar Shvetsiyadan keyin 2-o'rinni egallaydi va play-offga chiqadi. Avstriyaga qarshi o'tgan 2 o'yinda turklar raqibga umuman imkoniyat qoldirmaydi. Javobsiz 6 ta gol uriladi va terma jamoa jahon chempionatiga yo'l oladi. Mundialga kelgan Turkiya milliy jamoasi tarkibida Yevro 2000 da o'ynagan 12 nafar futbolchi va yana Bayer Leverkusendan Yildiray Bashturk, Galatasaraydan Hasan Shash, Bülent Korkmaz, Real Sociedaddan Nihat Kehvechi, Beşiktaş'tan İlham Mansiz, Inter Milan'dan Emre Belözoğlu singari kuchli futbolchilar kelib qo'shilgandi. Jamoani musobaqaga 50 yoshli murabbiy Shenol Gunesh olib kelgandi. 2002-yilgi jahon chempionatida Turkiya terma jamoasi Braziliya, Kosta-Rika va Xitoy bilan birgalikda C guruhdan joy oldi. Kvartetda aniq favorit va yaqqol outsider borligini inobatga olgan holda play-offga olib chiqadigan ikkinchi yo'llanma uchun kurash Turkiya va Kosta-Rika o'rtasida kechishi oldindan ma'lum edi. Birinchi o'yin Braziliya bilan bo'lib o'tdi. Braziliya termasini har musobaqada favoritlar qatoriga qo'shishlarga ham o'rganib qolgan. Bu safargi tarkib shunchaki dahshat edi. Oltin to'p egalari Ronaldo va Rivaldo, haligacha tarixdagi eng yaxshi himoyachilardan sanaladigan Roberto Carlos va Cafu, noyob iste'dodi bilan tarif tavsiflariga ko'milgan Ronaldinho, yana Edmilson, Denilson, vahimali jamoa. Trener esa Luis Felipe Scolari edi. Uni futbol muxlislarimiz juda yaxshi bilishadi. Hatto O'zbekistonda trigini ham ko'rishgan. Demak, Turkiya Braziliya uchrashuv bir nechta epizodlar bilan esda qolgan. Birinchi taymda Braziliya ochiq futbol o'ynab, turklar darvozasini tinimsiz o'qqa tutadi va bunda darvozabon Rejber Rushtuga qoyil qolish kerak. U bir nechta vaziyatlarda jamoasini muqarrar goldan saqlab qoladi.
Taym oxirida esa markazdan Gildiray Bashturk havodan uzatgan to'pni Hasan Shash chap oyoqda kuchli zarba bilan darvozaga mixlaydi. Bu Turkiya uchun ajoyib boshlanish bo'lib, tanaffusga a'lo kayfiyatda chiqib ketiladi. Asosiy voqealar ikkinchi bo'limda ro'y beradi. Unda nafaqat klass, balki jirkanchilik ham o'z so'zini aytadi. Hammasi bir chekkadan. 50-daqiqada hujumda ta'qibchisiz qolgan Ronaldo epchillik bilan to'pni darvozaga yo'llaydi. 1-1. Bunday ssenariyda Turkiyaga durang ham yaxshi natija edi-yu, lekin u ham qo'ldan boy beriladi. 87-daqiqada Rivaldo fol uchun berilgan penaltini bexato tepib, g'alabani naqd qiladi. Shu qoidabuzarlik uchun Alpay qizil olib maydondan haydaladi. Turklar uchun bu hali hammasi emas edi. 90 daqiqa o'tib bo'lganda burchakda turgan Rivaldo hakam sal tepgan to'pdan keyin boshini ushlab yerga yotib oladi. Tasvirda shu voqeani ko'rish mumkin. To'p qayerga tegdi-yu, futbolchi nimani namoyish etyapti. Hakam himoyachiga ikkinchi sariqni ko'rsatadi va maydondan chiqarib yuboradi. Bu o'sha Rivaldo. O'zbekistonga kelib o'ynagan, mamlakat chempioni bo'lgan va kubokni olgan o'sha Rivaldo. Harakatlariga ta'rif ojiz. Futbol mardilar o'yini degan gap o'shanda ham, hozir ham o'z mazmun mohiyatini yo'qotmagan. Xullas, Turkiya birinchi o'yinda mag'lubiyatga uchraydi. Ikkinchi uchrashuv Kosta-Rikaga qarshi o'tadi. Markaziy Amerika vakillari birinchi turda Xitoyni yutgan, hisob 2-0 bo'lgandi. Agar Turkiyani ham mag'lub etsa, guruhdan chiqish vazifasini uddalagan bo'lardi. Shu bois Kosta-Rikada g'alabaga motivatsiya yuqori edi. Aslida Turkiya jamoasida ham shunday vazifa turgan edi. Birinchi matchdagi yutqazishdan keyin unga g'alaba zarur edi. Bu o'yinda ham asosiy voqealar ikkinchi taymda sodir bo'ladi. Hisobni Turkiya ochadi. 56-daqiqada Emre Belözoğlu murakkab vaziyatda oxirigacha kurashib, to'pni darvozaga aniq yo'llaydi. 1-0. Biroq shu kuni ham Turkiyaga g'alaba nasib etmagan ekan. Kosta-Rikaning hisobga tenglashtirishga urinishlar nihoyat samarasini beradi. 86-daqiqada Winston Parks jamoasi hujumini gol bilan yakunlaydi. 1-1. O'yinning eng oxirida vaziyatlardan birida turklar yarim himoyachisi gol muallifi Emre raqibning yordamchi murabbiylaridan birini turtib, qo'lidan to'pni tortib oladi. Shu ketidan ikki jamoa o'rtasida katta janjal chiqishga sal qoladi. Biroz jahl, biroz qo'pollik bilan qilingan bu ish turklarning g'alabaga shijoati, har bir daqiqani oltin bahosida qadrlashi va olg'a intilish uchun hech narsadan toymasligidan dalolat edi. 3-turda Xitoy qiyinchiliksiz mag'lub etiladi. Hasan Shash, Bülent Korkmaz va Umid Davalaning gollari Turkiyaga kutilganidek yirik 3-0 hisobidagi g'alabani keltiradi. Parallel o'yinda Braziliya va Kosta-Rika to'qnash keladi. Prinsip tarafdan braziliyaliklar uchun natijaning ahamiyati qolmagan. Jamoa play-offni naqd qilgandi. Ko'pchilik eslasa kerak, o'sha turda barchani Braziliya 98-yilgi jahon chempionati qilgan ishini yana takrorlarmikan degan o'y fikr qamrab olgandi. Fransiyada Braziliya oxirgi turda Norvegiyaga yutqizgan, Marokash esa Shotlandiyani yirik hisobda yutib ham musobaqadan chiqib ketgan edi. Marokashliklar ustozi Henri Michel barchaning yodida bo'lsa kerak. Bu safar unday bo'lmadi. Braziliya terma jamoasi fair play-ga amal qildi, g'alaba uchun o'ynadi va Kosta-Rikani 5-2 hisobida taslim etdi. Turkiya milliy termasi ikkinchi o'rindan nimchorak finalga chiqdi. 8-1 finalda Turkiya musobaqa mezbonlaridan biri Yaponiyaga to'qnash keldi. Shu o'yinda turklar birinchi marta Yaponiyaga keldi. Terma jamoa barcha guruh o'yinlarini Koreyada o'tkazgandi. Taqsimot va lokatsiyaga ko'ra musobaqada birinchi 4 ta guruh Janubiy Koreyaga, keyingi 4tasi esa Yaponiyaga tushgandi. Bunisi endi ma'lumot uchun. 12-daqiqada Umid Davala burchakdan uzatilgan to'pni boshi bilan darvozaga aniq yo'llaydi. 1-0. Shu hisob saqlanib qoladi va Turkiya keyingi bosqichga yo'l oladi. Chorak finalda turklarga Senegal ro'para keladi. Bu o'sha yili Afrika Millatlar Kubogida finalgacha yetib borgan, Kamerunga faqatgina penaltilar seriyasida yutqazgan, mundialda ochilish o'yinida Fransiyani yutgan, murakkab guruhdan bitta g'alaba va ikkita durang bilan play-offga chiqqan Senegal edi. Jamoada Papa Bouba Diop, El Hadji Diouf, Aliou Cissé, Khalilou Fadiga kabi mahoratli futbolchilar bor edi. Senegalliklar avvalgi bosqichda Shvetsiyani ancha dramatik va og'ir o'yinda dastlab yutqazib turib, so'ngra qo'shimcha vaqtda mag'lub etgandi. Turkiya Senegal o'yini ham ikkala jamoa uchun og'ir o'tdi. O'sha tezkor hujumlar, kombinatsion futbol, lekin goldan darak yo'q edi. Asosiy vaqt oxirida maydonga tushgan Ilham Mansiz ekstra taymda hammasiga nuqta qo'ydi. Tezkor hujumda o'ng qanotdan Umid Davala uzatgan to'pni darvozaga aniq yo'llab, jamoasini yarim finalga olib chiqdi. Shu g'alabadan keyin Turkiya dunyoning kuchli 4 ta jamoasiga kirgandi. Final ostonasida turklar Braziliya termasiga raqib bo'ldi. Yarim finalda bitta guruhdan chiqqan jamoalar yana to'qnashdi.
Agar xotiraga tayansak, bunday holatlar o'zim ko'rgan mundiallar bo'yicha 82 va 94-yillarda bo'lgandi. Ispaniyada bir guruhdan chiqqan Polsha va Italiya, AQShda esa Braziliya va Shvetsiya yarim finalda yana bellashgandi. 2002-yilgi yarim finalda sensatsiya bo'lmadi. Baribir klass o'z so'zini aytdi. Braziliya minimal hisobda g'alaba qozondi. Ronaldo musobaqadagi 6-golini urib, jamoasiga g'alabani keltirdi. 3-o'rin uchun o'yinni kichik final deyshadi. Ko'p hollarda u chiroyli, tomoshabob va gollarga boy o'tadi. Ikkinchi tarafdan bunday matchlarning qanday o'tishi jamoalarning shijoatiga ham bog'liq bo'ladi. Turklarning motivatsiyasi aniq edi. Bu musobaqani yuqori, chiroyli notada yakunlashdan iborat edi va jamoa buni ajoyib tarzda uddalaydi. Narigi yarim finalda Germaniya termasiga mag'lub bo'lgan Janubiy Koreya 3-2 hisobida taslim etiladi. Uchrashuvning yana bir ahamiyatli tarafi Hakan Shukur 11-soniyada gol urib, jahon chempionatlari rekordini yangilaydi. Bu natija haligacha urilmay turibdi. Shu tariqa Turkiya milliy jamoasi bronza medalni qo'lga kiritadi. Qariyb yarim asr mundiallarda o'ynamagan mamlakat terma jamoasi kuchli uchlikdan joy oladi. Futbolchilar esa milliy qahramonlarga aylanadi. Mamlakatdagi futbol saviyasi milliy jamoa o'yinida aks etadi deyshadi. Ko'p jihatdan shu to'g'ri bo'lsa kerak. 2000-yillar boshlarida Turkiya futboli yuksaldi. Janubiy Koreya va Yaponiyada o'tgan mundial bizga buni yaqqol ko'rsatib berdi. Hakan Shukur, Hasan Shash, Umid Davala, Emre Belözoğlu, Alpay O'zalan, Rejber Rushtu kabi to'p ustalaridan iborat gvardiya zavqli, dadil, kombinatsion, tezkor va eng muhimi halol o'yini bilan butun dunyoda, shu jumladan O'zbekistonda ham ko'plab muxlislarni orttirdi, yoqimtoy jamoaga aylandi. Musobaqa yakunida Turkiya termasining 3 nafar futbolchisi ramziy terma jamoaga kiritildi. Milliy jamoani jahon chempionatida bronza medalga olib kelgan Shenol Gunesh esa yil oxirida Yevropada eng yaxshi trener deb e'lon qilindi. 2002-yil jahon chempionati Turkiya ertaga. Bugungi mavzumiz shular haqida edi. Do'stlar, sizlarga savol. O'sha jahon chempionatini ko'rganmisiz? Sizda qanday taassurotlar qolgan? Kimga muxlislik qilgansiz? Turkiya milliy termasi o'yinini qanday baholaysiz? Izohlarda yozing. Biz albatta ularni o'qib chiqamiz. Hozircha esa sizlar bilan xaylashaman va navbatdagi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Omon bo'ling.